Musaxon, hozir yashayotgan xoningiz qayerda, menga ko'rsata olasizmi? Ha? Nasida. Bu uyingiz qanaqa bo'lishini orzu qilasiz? Chiroyli, ko'rkamiz. Nasib qilaman. Hayotdagi eng katta orzungiz nima? Aytolmayman. Ota-onangizni sog'inib turasizmi? Allohdan duo qilib o'zi nimalarni so'raysiz? Misol uchun Dilxon bilan bu qaytib bo'lishlarini. Bu bolalarning ota-onasi 4 yil 5 yil oldin o'tib qolgan. Ikkita aka-uka qolib ketgan yolg'iz. Ota-onang o'tib ketganiga qancha bo'lgan? Dilxon yoshlik, abuga yoshligimiz o'tganligi. Dilxon ularga kelib bo'ldi. Kelib bo'ldi. Ulardan keyin qanaqa qiyin yillar bo'ldi?